Samarqanddan tunda yashirincha olib chiqib ketilgan 16 sandiq sirini bilasizmi? Mirzo Ulug'bek o'limidan so'ng uning eng sodiq shogirdi Ali Qushchi kitoblarni g'orga ko'mmadi. U ilmni qutqarish uchun buyuk hijratni amalga oshirdi. U zijni olib avval Tabrizga, so'ngra Istanbulga yo'l oldi. Tarixiy manbalarda yozilishicha, Usmonli sultoni Mahmad Fotih Ali Qushchini katta hurmat bilan kutib olgan. Aynan Istanbulda Ulug'bekning 1018 ta yulduz haqidagi jadvali qayta ko'chirildi va saqlab qolindi. Ulug'bek 1 yilni 365 kuni 6 soat deb hisoblagan. Zamonaviy atom soatlaridan farqi bor yo'g'i bir necha soniya. Bu kitoblar 17-asrda Oksford universitetida nashr qilindi va Yevropa ilmini uyg'otdi. Shuning uchun ham oydagi eng katta kraterlardan biri bugun bobomiz Mirzo Ulug'bek nomi bilan ataladi. Ulug'bek osmon sirlarini ochdi. Uning zamondoshi Alisher Navoiy esa inson qalbini. Navoiyning Lison ut-Tayr asarida minglab qushlar semurg'ni izlab 7 o'lim vodiysiga kiradilar. Lekin tirik qolgan 30 ta qush manzilga yetganda nima ko'rganini bilasizmi? Ular Xudoni izlab o'zlarini topdilar. Bu qanday sir edi? Navoiyning Semurdagi qalbingiz bilan bog'liq sirini keyingi videoda ochib beramiz. Hoziroq obuna bo'ling.